Ahmedov Qahramon Orifovich. Assalomu alaykum azizlarimiz. Doim qalbimizda lavhamizning bugungi soni qadrdon do'stimiz, bolaligida birga o'ynab katta bo'lgan mana shu yaqin do'stimiz Ahmedov Qahramonning xotirasiga bag'ishlanadi. Qahramonjon 1982-yilning 9-may kuni Chorbog' qishlog'ida, mahallasida tavallud topdi. 1999-yil Tayloq tumanining 3-umumta'lim maktabini bitirib, kooperativniy institutini bitirib, umrining asosiy faoliyatini soliq tizimida soliqchi bo'lib ishlagan qadrdon do'stimiz Samarqand tumani, Samarqand shahar, Samarqand viloyat davlat soliq inspeksiyalarida turli xil lavozimlarda ishlab kelganligini juda ko'pchiligimiz bilamiz. Do'stimiz halol, kamtarin, samimiy inson edi. 28-dekabr kuni vafot etib, mana shu Samarqand tumanidagi Sho'rboyicha qabristonida dafn etilgan. Azizlarimiz, qadrdon do'stimiz Qahramonjonning haqqida duoda bo'laylik. Allohim joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Biz Tayloq tumanining 3-umumta'lim maktabida mana shu ko'rib turgan bizning ustozlarimiz qolaversa, mana shu Qahramojonni ham vaqtiga dars berib, ta'lim bergan ustozlarimiz. Ahmedov Qahramon bizning eng yaxshi o'quvchilarimizdan biri edi. U juda ham shu maktabga ham yaxshi o'qigan. Masalan, o'zimiz mana shu Ahmedov Qahramonga men o'zim dars berganman. Men qolaversa Ahmedov Qahramonning otasini ham, onasini ham o'qitganman. Men o'ylaymanki, mana shunday insonlar hamma vaqt mana shunday o'tib ketgan, oz umr ko'rgan bo'lsa ham, hammaning qalbiga saqlanib qoladi. Buni qilgan ishlarni mana bunaqa ota-bobolari nimalarni qo'yib o'zi ketib qoldi-da, nima qilib turib oldinroq esdalik deb turib bir boshdan avlodlari nima qilib turib Galiboy gel deydi, mana buni Qahramon bularning hammasini olib kelib ekkan mashinlarni tashkillashtirib nima qilib turib aziz bo'lgan harom qo'shiqlarim qanotida qolingsiz.